Srochli darvoza kerak, shunaqa fasondagi, shunaqa razmerda deb aytsanglar, mabodo bizda tayyorlari bo'lib qolsa, srochliga bo'yab, tayyor qilib sizlar aytgan rangda bo'yab olib borib o'rnatib berishimiz mumkin. Erta tongda bir kishi bizga aloqaga chiqdilar, menga srochli darvoza kerak, uyimda remont ishlari ketmoqda, tayyor darvozangiz bo'lsa bering deyishdi. Namangan, Andijon Namangan yo'nalishida bizda yo'l bo'yida shunaqa showroom, ya'ni darvoza terib qo'yilgan vitrinamiz bor. Shu joyda tayyor razmer bir kishiga to'g'ri kelib qoldi. Shuni chiroyli holatda asvejit qilib, yangi holatda bitikdaligi petno joylarini to'g'rilagan holatda olib borib egalariga shu bugun o'zida o'rnatib beramiz. Bunaqa uslugalar ham bor. Mabodo bizda tayyor darvozalar sizlarga tushib qolsa, olib borib qo'yib beramiz, sizlarga yoqsa keyin pul berasizlar. Darvoza hozir polnosti o'zga dunyo bo'ladi, yangi holatga keladi. Qurilishlari bilan bo'lib, darvoza zakaz qilishga vaqtingiz bo'lmadi yoki sizga srochli holatda darvoza kerak. O'zingizdagi darvoza yoqmay qoldi, birdan almashtirmoqchi bo'lib qoldingiz deylik. Bizga murojaat qiling, o'zimizda tayyor darvozalar bo'ladi. Namangan Andijon yo'lidagi shu showroomga terib qo'yganmiz darvozalarni eng ishonchlilarini reklama uchun qo'yilgan. Mabodo dasturli holatda ishim shu bugun yoki ertaga bitish kerak desanglar, bu turdagi darvozani imkon qadar bitirib beramiz. Sababi bizda agar razmer to'g'ri kelsa, hamma darvozadan assortiment tayyor holatda turadi. Bu darvozamiz eniga 350, balandligi 350, yonidagi tumba qismlari bilan eniga 410, balandligi 4 metr bo'lgan. Toshkentdan kecha bizga aloqaga chiqsa, bizga srochli holatda darvoza kerak deydi. Hozir shuni ortamiz. Bugun yo'lga chiqib ketadi, ertaga xudo xolasa ustanovka qilib beramiz. Ishlarni srochli holatda bitirib berish imkoniyati bor. Darvozachi xizmatingizda temir bo'yicha aloqadan. Tayyor vitrinada turgan darvozamizni joyidan anchadan qo'zg'atmaganmiz, hozir joyidan olib, buni polnosti asvejit qilamiz. Klient uchun qo'yilgan, ko'rgazma uchun berilgan darvozalar. Hammasi qalin materialdan ishonchli holatda qilingan. Chunki vitrinada uzoq muddat turib qolishini o'ylab turib, hamma tomoni sifatli qilingan. Hozir biz Namangan Andijon trassasidamiz, polnosti mana yo'l bo'yida ishlab chiqarishlar, hamma joyda bizda darvozalar qilinadi. Ishlab chiqarish eng qaynoq nuqtasi. Sanoat zona bor, bizda 200 taga yaqin sex bir joyda joylashgan. Vibr o'ta katta. Kelsanglar, temir bo'yicha hamma ishlar bitadi. Mana hozir trotuar polnosti darvozachilar, bu yog'i ham dalsh ketgan oxirigacha, yo'l u yoqlargacha hammasi darvozachi ustolar. Doim darvozalarni karkasdan oldin zborka qilamiz, qanotlarni alohida joyiga qo'yamizda. Lekin bu darvoza silikon holatda turibdi. Ko'rasiz, hozir 20 kishi arang oladi buni. Pastga yotqizib, polnosti maydalaymiz buni. Boshlarga ortishga qulay bo'lish uchun. Srochliga mijozimiz ishlarini bitirish uchun gullarni hammasini olib tashladik. Tayyor darvozamiz, reklama turgan darvozani polnosti mayda-chuyda defektlarni ko'rib, yangi kraska sochamiz. Darvozani xuddi hozir yasalgandek holatga olib kelamiz. Albatta gullarni erinmasdan yechib oldik. Sababi buni tagi qismini boshqatdan bo'yamasa bo'lmaydi. Gullarni ham boshqatdan tillarang levislari bilan bezak beramiz. Svet o'chish boshlandi bizda vodiyda, mana bolalar svet yonishini kutib turishibdi. Professionallar, haqiqiy qo'li gul bolalar bilan birpasda hamma ishlarni cho'tki holatda qilishimiz mumkin. Bu tomondagi darvozalarimiz ham mana jarayonda kraska ishlari olib borilmoqda Qashqadaryoga, unisi Surxondaryoga, orqasidagi Tojikistonga ketadigan Samarqand fason darvoza gruntovka sochilgan. Keyingi jarayonda polnosti bitirib yuboriladi. Ilk kalkalarimiz Jizzax, Forishga ketadi. Tuya suti bilan davolanadigan shu parkingga qurilayotgan ekan, Jizzax Forishda joylashgan asosiy blokka kirish eshigi. Qaranglar, gulli holatda yuqori qismlari simlar bilan jihozlangan, idealni qilib har bitta choklarini zamoska qilib bolalar ishlovni davom ettirishmoqda. Bu qanot qismlari, bu gullari hozir orqa tomonlari bo'yalib, joyiga qator qilib qo'yiladi. Svorka qilgandan keyin kraska sochish jarayoni boshlanadi. Bu yerda ham Qashqadaryoga ketadigan shtampovka pechat darvoza ham ishlarimiz jarayonida. Bizning komandamizda bolalarning qo'li gulda, qaranglar, hozirga vitrinada turgan darvozamizni yangi holatda qilib qo'yishdi. Polnosti kraskalar yangi sochildi. Gul qismlarini ham mana ustidan kraska sochib, levis tillaranglarni ajratish jarayonida hozir. Shunaqa go'zallik yangi holatda bo'ladi, egalariga borib o'rnatamiz. Bu ikki yondagi tumba qismi. 1.5 profillar polnosti yangi aylantirildi. Noldan artib tozalar yuvib yangi holatga keltiramiz. Temirda shunisi yaxshi. Pardoz qilsangiz yangi holatga kelaveradi bemalol. Eskirmaydi, faqat bo'yaladi, yangi bo'ladi, ishlatilaveradi yani. Assalomu alaykum hammaga. Darvozachyuzda yana bir ish kuni davom etmoqda. Hozir
Toshkentga o'ta srochniy holatda chiqib ketadigan darvozamizni ko'chadan boshqa отдельный yuk mashina chaqirib yuklaganmiz. Sababi bitta brigadamiz Toshkentda ustunovkani aniq qilishyapti. Xudo xolasa ertaga darvoza akkuratni holatda chiroyli yetib boradi, ustunovkani qilib qaytishadi.